Mana akalarim. Buqacha so'raganlarga mana chempionlardan yetib keldi mana. Daniya buqa juda ko'pchilik so'rayotdi mana. Injiqlardan yetib keldi. Eng muhimi narxi. Narxi akalarim pashta sutimdir narxida. Faqat layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalarim. Narxlarni suv tekin qilib yuboramiz bugun. Mana chizza bu yebichalardan olib kelib qo'ydik mana. Hammasi 100% to'qollardan yetib kelgan mana. To'qolidan so'ragan aka-ukalarga mana chempionlardan yetib kelgan. Layklarni bosib turaverasizlar mana. Bez rasxot mana chizza bu yebichalar hammasi. Yugurib yurgandan olaman degan aka-ukalarga mana chempionlardan keldi mana. Pachkalardan yetib kelgan mana. Mana chizzasigacha go'sht mana akalarim. Chista Daniyalardan yetib kelgan mana. Layklarni bosib turasizlar, nerealniy narxlar bo'ladi bugun. Assalomu alaykum Samandar Rizo obunachilar. Juda ko'pchilik mendan Daniya buqacha so'rayotdi mana akalarim. Chempionlardan, injiqlardan olib kelib qo'ydik. Didi nozik akalarim ham ekranga yaxshiroq o'tirib olasizlar. Pachkalardan yetib kelgan. Akalarim layklarni bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, narxlari sistemni narxida qo'yib yuboramiz pashta. Layklarni bosib padeshka qilib turinglar. Nerealniy narxlar faqat bizda bo'ladi. Bizi videolar shunchaki ko'rmaysizlar, 200 ming so'm pul yutib olishingiz mumkin. Buning uchun kommentariyaga kirib o'z fikringizni yozib qo'yinglar. Keyingi g'oliblarimiz sizlar bo'lishingiz mumkin. O'tgan safargi g'olibimiz hop, Rustam bobo bilan Muhammad aloqaga chiqsa, 100 ming so'm tashib beramiz. Keyingi g'oliblar sizlar bo'lishingiz mumkin. Bugungi sanamiz 12-may haftaning dushanba kuni. Manzillarimiz Namangan viloyati Chus tuman Shoyon qishlog'idan o'zimizning mini firmadan bo'lyapti. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugungi 4 ta Daniya buqachalarimiz bor akalarim. Videolar oxirigacha ko'rsanglar, sekin yoritib beramiz. Narx-navolarni, yoshini, yemoq, ichmog'ini hammasini ko'rsatib beramiz mana. Bo'ldi, bitta to'xtatingchi mana, bitta sifatiga e'tibor bersin. Iliklariga bitta e'tibor berasizlar akalarim. Mana. Mashalloh. Bitta orqalarini ko'rsatib qo'yaylik bilan. Mana pachka orqalari. Xo'p, bularni yosh mana ikkita kattasi turibdi, ikkita mana oldidagi. Haydoring. Bilan aytib o'tib ketaylik. Mana shu ikkita kattasi 5 oylikdan o'tgan mana. Mana bittasi 4 oylik, mana 5 oylik mana bitta. Mana 6 oylik bo'lib qolgan mana. 5 oylikdan o'tdi-da mana ikkitasi. Mana ikkitasi 4 oylikdan o'tgan mana ikkitasi. Mana sutdan chiqqan bez rasxot mana. Rasa mol oladigan joyi bo'lyapti akalarim. Narxlar vashti suv tekin bo'lib yotibdi, molni bosib qo'yadigan joyi. Narxlar yana sekin ko'tarilishi boshladi. Mana shu kunlarda mol olib qo'yinglar akalar, ukalar. Do'stona maslahat mana. Bitta yemini beraylik bularni. Orqalariga bitta e'tibor berasizlar mana. Pachkalardan yetib kelgan mana. Mashalloh mana. Hammasi mana sonigacha-da mana go'sht mana. Mana simental yonida kelib choy damlaydigan yo'llardan kelgan mana. Sizda bu yeb ichar hammasi mana. Bez rasxot mana. Ozgina silos, ozgina kepak, ozgina mana samo. Bir mahallik mana oddiy oligi rejimi. Mana shunday qilib ozgina boqib tursanglar. Hozir mana o'tlar ham o'sib qoldi mana. Daraxtlaringlarni tagi bo'lsa qo'yib yuborsanglar ham bular yayrab juda chiroyli bo'lib ketadi mana ko'kka. Hozir bahona qiladigan emas. Yemga pulinglar bo'lmagan taqdirda ham mana o'rib nimadirlar qilib boqib yozda shunaqa. Qishda-ku endi yemim yo'q, boshqa bahona qilsa bo'ladi. Hozir umuman bahona qilmaydi mana. Olib faqat boqish kerak. Ko'rishinglar mumkin akalarim mana. Bularni go'sht mahsuldorligi simentaldan kuchli bo'ladi mana. Kitobini boshqasini biz ko'rganmiz mana. Ko'p fermalar o'zi shu zotga o'tib ketyapti mana. Go'shi sutdorligi hammasi kuchli bo'lyapti mana. 1-2 yilda menimcha simentaldan da o'tib ketib brendga aylanib ketadi, xuddi simentalga o'xshab.
Yeyishlari ham hammasi kuchlik. Xo'p. Bularni akalar ham bitta olganga ham sotaveramiz. 4 tasini bitta olganga ishi tezroq bitadi, yaxshiroq, arzonroq beraveramiz. Bitta olganlar ham aloqaga chiqib, screenshot qilib, mashina sudib, ekrandagi nomerlarga Telegramdan shuni tashlasanglar mana. Mashalloh. Mana. Zotga ham tushaveradi bular mana. Aloqaga chiqsanglar sotilaveradi. Dastavkalarni umuman o'ylamaylar. Dastavkalar kelishilgan holda Samarqandgacha yetkazaveramiz. Hammasini bitta olganga dastavkasi mana besplatni mana bo'ynimda mana. Xo'p, bular narxi, eng muhimi joyi narxi mana. Xo'p, paytida o'zim 20 milliongacha mana shu kattalarni 20 milliongacha sotganman. Hozir yangi tug'ilgani ham 12 million, 11 million so'm, borani 10 million so'm bo'lyapti. Bularni bu darajaga yetkazguncha bir 5-6 millionlik sut ichib vaqt ketadi. Hozir 4 tasiga bitta narx aytaman. Narx-navoni 12 ta viloyatga qo'rqmasdan solishtirib olaverarsizlar akalarim. Bizda arzon yo'q mana. Xo'p, 4 tasini bir joyga akalarim 17-18 demayman. 14 million 800 dan bo'lar joyi mana. Donaga oladiganlarga narx plus minusi bor. Mana kichigini olsanglar, narx sal pastroq. Ikkita kattani olaman desanglar, jichcha razilsa qilib qoladi mana. Ilojim boricha 4 tasini bitta sotsak, bizga ham yaxshi, olganga ham yaxshi mana. Chunki ikkita kichkinarog'ini, ikkita kattarog'ini olgan ham yutadi mana. Haydorinchi Qodir tog'am 14 million 800 dan mana. Katta. Men bo'ylarni aytib qo'yaylik, manlarni bu yeversin o'tini. Bo'yi to'xtay, qochavering yeversin. Biri 10 chiqadi shular. Mana kichkinalarniki biri 10, bularniki biri 20 chiqadi, mana kattalarniki. Biri 15 plyusga beraveramiz. Manlarniki biri 10 chiqaveradi. Men xotirjam. Manlar biri 20. Biri 15 plyusga olishaversin. Metr solmaganimizni taxmini haligilarni aytyapmiz. Haydavering. Yemiga haydan chiqani, yemga borishini bir ko'rsatib qo'yaylik bular obunachilarga. Aqqa, qayda. Orqalarni qaraylik akalar. Hozir yeb yotibdi akalar. Videoda kamchiliklar, xatolar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Bizdan uzoqlashmasdan likelarni bosib, videolarni oxirigacha ko'rib tursanglar, faqat chempionlardan biz chiqaramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.